Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Qadrdonlarim, jonu jigarlarim, hammalaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlarmi? Bir hafta oldin bizani o'zbek sportchilari boshqa davlat sportchilariga yutqazib qo'ydi. Mojid tajribasi yetmadi, Mojid shoshildi-da. O'sha jangni ko'rib, mana bu akamiz Zafar aka jahli chiqib, mana oldimga kelyapti-yu, aytayaptiki, aziz O'zbekistonimiz har doim oldinda bo'lish kerak. O'zbekiston sportchilari jahonda birinchi o'rinda turish kerak. Nimaga bizani bu sportchilarimiz podradit qildi? Bittasi yutqazdi mayli, ikkitasi yutqazdi mayli. Nimaga hammasi birdan yutqazdi? O'sha gol chiqqan ozarbayjonlik sportsmen, o'sha Tyson laqabli sportchimiz bor-ku, Komil karate bilan urushdi. O'shanga ham deyapti, men vizit tashiyman. Agar xohlasa, xohlagan joyga borib, men ular bilan birga chiqaman degan ma'noda gapiryapti-da, jahli chiqqan bu akamni. Bu kishi aytayaptiki, O'zbekiston hech qachon hech qayerga faqat oldinda bo'lish kerak degan ma'noda gapiryapti. Parrot qildi, ukajon, parrot. Gap unaqa emas, bu prosta sportsmen, boshqa bo'lish kerak. U nima, chiqib borka o'ynasa borka ular, yo'q, mana ular nima, ular chiqib borka men unday qilaman, bunday qilaman. Bittasi mol boqib yuribdi, yo'q, bana. Bunaqa gaplar kerak emas. Gapni eshiting. Bu o'zi ijtimoiy tarmoqqa qo'yiladigan narsa. U mol boqarmi, boshqami o'zini yo'li bilan. O'sha bizani sportchilarimizni yutgan boshqa davlat sportchilariga vizit tashlamoqchimisiz? Bo'ldi, ha, ana shularga men vizit tashlamoqchiman. Xod, men o'zim 50 ga kelganman. O'zim 50 ga kelgan. O'shalarga borib chidolmay. Mana bu ukamning oldiga keldim-da, ukajon bitta borib shuni hal qildim. Bitta borib shularga borib uchrashamanmi? Farqi yo'q. Yo borib sparingga chiqamanmi? Farqi yo'q. Men o'zim sportsmenman. Bitta chiqamanda shular bilan borib bitta o'zimni ko'rsatmoqchiman. O'zimni borib o'sha O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishga, nima qilishga men qurbim yetadi. Mana ukamga aytdim, bitta shularga nima qil, men Instagram orqali, tarmoq orqali farqi yo'q. Bitta shular bilan uchrashaydi, bitta o'zimni borib ko'rsatay deyapman ukamga. Yoshingiz 50 da. Yoshim 50 da. Ha, ana shu video o'sha Komil karatega, o'sha ozarbayjonlik sportchiga taalluqli. Bizani sportchilarimizni ular yutdi. Hay mayli, endi sport bo'lgandan keyin yutish bo'ladi, yutqazish bo'ladi, gap yo'q. Lekin baribir har doim bizani sportsmenlarimiz ham bunaqa o'zini g'idaymasdan, pantavat qilmasdan chiqish kerak-da. Pantavat qiladi, danaga yutqazadi. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Bu yerda sportni orqasida davlat turibdi. Sportsmenimiz ham addushi shug'ullan, keyin chiq o'sha ringga boshqaga. Shuning uchun bu akamni vizifi o'sha nima deydi, Komil karatega, o'sha ozarbayjonlik sportchiga. Endi biz hammamiz O'zbekiston xalqi, O'zbekiston fuqarosi, bizani ushlab turgan narsa mana bu. O'zbekiston, hammamiz O'zbekiston fuqarosimiz-da. Shuning uchun bu kishi bizani o'zimizni milliy sportchilarga vizit tashlayotgani yo'q. O'sha Tysonga, Goldga yoki boshqasiga vizit tashlamayapti, ular bilan jang qilaman deb. Agar bu odam o'sha Tyson bilan ham, Gold bilan ham chiqib urushsa, 2 karra 2 yutadi ikkovini ham bu odam. Lekin bu aytayaptiki, yo'q, men o'zimni davlatimni sevaman. Lekin bularga men gapim yo'q. Mayli, bular yutqazgan bo'lsa, mayli o'z yo'lida. Lekin men o'sha bularni yutgan Komil karate va ozarbayjonlik sportchi bilan birga xohlagan joyga chaqirsa borib o'sha ringda chiqaman degan gapni aytayapti-da. Mabodo Dubaygami, Moskvagami, Tojikiston farqi yo'q. O'zimni ukalarim-ku, farqi yo'q. Любой joyga nima qilsa ham borib farqi yo'q. Любой joyga boraman-da, gaplashaveraman, prosta borib ukalarim borib tayyormasdan borib chiqib borib o'zini borib sharmanda qilishi shart emasdi. Men nervimga urib, men borib chidolmadim. U narsani ko'rib, borib ras sportsmen bo'lsa borib o'zini borib ko'rsatishga borib boshqacha borib chiqish kerak edi. Gap yo'q, men ko'rsataman, keyin ko'radi ular. Mayli, bo'lmasa hammalaringiz ishlaringizga omad, hammaning ishiga omad. Qisqaligida shu. Yoshingiz 50 dami? 50 da. Mana Komil karate bilan ozarbayjonlik sportchiga mana konkurent.